Amerikaga ana endi tushimizda boramiz. Xabaringiz bor, Tramp hokimiyati biznes hamda turistik vizalar uchun $20,000 bond tashkil qilmoqda. Ya'ni siz ushbu vizalarni olish uchun ana endi $20,000 bond qo'yasiz va o'z muddatida qaytib chiqib kelasiz. Aks holda ushbu puldan ayrilasiz. $20,000 bond qo'ydi degani sizga viza berdi degani emas. Bu shunchaki vizani qiynalib olganingizdan keyin ham $20,000 bond hisobda, ya'ni garovda bo'ladi. Agar mabodo qaytmasangiz yoki qonunni buzsangiz, pulni ular olib qo'yadi. Eslatib o'taman, ushbu davlatlar 50 taga teng. Ularning eng ko'pi Afrikaga tegishli. Albatta, ushbu davlatlar ichida O'zbekiston yo'q, lekin qo'shnilarimizning deyarli barchasi shu yerda. Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston xuddi shu yerda. Faqatgina O'zbekiston va Qozog'iston bundan mustasno. Yaqinda qanday viza targ'ib qilish haqida post qo'ygandim va buni ko'rib turkman qardoshimiz xafa bo'lgandi. Nimaga biz Afg'onistonmizmi? Nimaga bizni vizamizni olsa yomonmi deb mendan xafa bo'lgandi. Ko'rib turibsiz, bu yerda Turkmaniston ham bor, ya'ni ularga ishonch ancha pasaygan. Shuning uchun ushbu videoni kerakli barchaga jo'natib qo'yamiz va qardoshlarimizga jo'natish ham esdan chiqmasin.